hamyonbop narxga mana shunday ixcham kasilka so'raganlar uchun olib kelib qo'ydik. Batareyali, hech qanday benzin, hech qanday shovqinsiz bemalol ishlata olasiz. Qo'ni qo'shnilarni hech qanaqangi bezovta qilmaysiz bu kasilkani olsangiz o'rtoqlar. O'sha benzinli kasilkalarning ham ishini mana shu batareyali kasilkamiz bajarib beradi. Narxini videoning oxirida aytib o'tamiz. Ma'lumotga keladigan bo'lsangiz ko'rishingiz mumkin. Batareyalari maxsus, e'tibor berishingiz mumkin. Beauty brendi ostidagi kasilkamiz. Uzayishini e'tibor bering. 1 metrga oshiq bo'lgan cho'zila oladi. Oldi mana shunday buriladi, tepaga pastga cho'ziladi. Har qanday holatda o'zingiz qo'yib, o'zingizga kerakli holatga qo'yib bemalol ishlata olasiz, ko'rishingiz mumkin. Hozir ishlash jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Batareykasi bemalol 2-3 soatga yetadi. Foydalanishingizga juda ham qulay bo'lgan kasilka hisoblanadi. Qani ketdik. Ko'rdingiz o'rtoqlar? Mana bunday holatda keyin yig'ib ham qo'yaverasiz. Kichkinagina ixcham Beauty brendi ostidagi mana shunday kasilkamizni Roxin do'koniga tashrif buyurib, atiga 350 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Masofadan turib buyurtma bermoqchi bo'lsangiz, 33 kodi bilan 208 0101 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Respublikamizning istalgan hududiga yetkazib bera olamiz o'rtoqlar. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.